Bir kunda rossiyskiy pravosa bo'ladimi? Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimga xush kelibsiz. Videoni boshida aytib o'tgandek, bir kunda pravosa bo'ladimi deb aytdim. Shu haqda juda ham savol ko'payib ketdi. Qisqacha o'zim haqida ma'lumot. Ismim Azam. 1,5 yildan beri spesitexnika va traktorlarga rossiyskiy pravo olib berish bilan shug'ullanaman. Bugun men sizlarga pravo narxlari, kerak bo'layotgan hujjatlar va imtihon topshirish adreslari haqida batafsil ma'lumot berib o'tmoqchiman. Shuncha iltimos videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring. Birinchisi bu pravo narxlari. Ikkita kategoriya 36 ming, 3 ta kategoriya 44 ming, 4 ta kategoriya 49 ming. Ko'pchilik so'rashadi, aka, pravoni pulini oldindan beramizmi deb. Yo'q, aslo. Bizda pravoni pulini bo'lib berish imkoniyati bor. Ya'ni siz boshida ozroq bosh to'lov qilasiz va qolganini ekzamen kuni kassaga borib to'laysiz. Ikkinchisi bu kerak bo'ladigan hujjatlar. Pasport, registratsiya, перевод pasport, medspravka, snes va 3x4 rasmdan 2 dona. Ko'pchilik so'rashadi, pravo olishga patent kerak bo'ladimi? Yo'q, aslo. Bizda umuman patentni keragi yo'q. Sana o'tganda yana shu yerga yozib qo'yganman. Mana shu hujjatlar bilan bemalol siz pravoni qo'lingizga olasiz. Uchinchisi bu imtihon topshiradigan manzillar. Birinchi manzilimiz Sankt-Peterburg, ikkinchi manzilimiz esa Pskovskiy oblast. Agar siz Sankt-Peterburgda bo'lsangiz, Sankt-Peterburgda o'ziga bemalol imtihon topshirib pravoingizni olasiz. Agar siz Moskvada bo'lsangiz, Moskvadan o'zimiz avtobusda Pskovskiy oblastgacha olib borib, olib kelib qo'yamiz. Va oxirgi 4-savol, ko'pchilik so'rashadi, imtihonlarga yordam bo'ladimi? Azizlarim, bizda 100% imtihonga yordam beramiz. Ya'ni imtihondan o'tishingiz kafolatlangan. Ya'ni siz ruschani bilmasangiz ham, traktor haydashni bilmasangiz ham bexijolat bizga bog'lanishingiz mumkin. O'zimiz sizni imtihondan 100% o'tkazib berib, pravoingizni bir kunda qo'lingizga olib beramiz. Ya'ni videoni boshda aytib o'tgandek. Agar sizga spesitexnika va traktorlarga rossiyskiy pravo kerak bo'lsa, pastga WhatsApp nomerimni qo'yganman. Faqat WhatsAppdan bog'lanasiz. Shaxsan o'zim javob beraman. 24 ga 7 ishlaydi. Tanlovda adashmang azizlarim. Pastki kommentariya va opisiyaniyalarimga Telegram guruhim ham bor. Albatta obuna bo'ling. Sizlarni kutib qolamiz. Telegram guruhining nomi Rossiyadagi traktorchilar deb yozilgan. Agar kanalimga yangi bo'lsangiz, podpiska va bittagina like bosib qo'yishni unutmang. Kelgusi sonda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.